Hammaga assalomu alaykum. Bugungi ko'rsatgan obyektim ko'pchilik so'rashadi. Bizga sal byudjetliroq uy kerak. 120-130 ming atrofida. Bu 3 xonali uyimiz 6-qavatda joylashgan. JK New Life, Yashnobod, Uzbum tarafda. Shundan 5 minut Infinitiga qarab ketiladi. 6-qavatimiz 83 kvadratli metr. Zal bilan kuxnya alohida, endi studiyni emas. Ertaga bu yog'iga anaqasini qo'yishyapti. Kupe anaqalarni, oynalarni hidlari chiqmasligi uchun. Bu polni full komplektatsiya uyimiz. Уже shu polni turishi 83 kvadratli metr, devor bilan уже так где-то kadastr bo'yicha 95 kvadratli metr bo'lyapti. Xo'p, bu yoqda zal, spalnya. Narximizni oxirida aytamiz. Под потолок полный mebel qilingan. Заселенный двор, уже полный yashayapti uy. Dvorlari ham katta, ухоженный, детский площадка, подземный parking, hamma narsasi bor. Va sentrga ham yaqin. Bu yoqda детский xonamiz. Har xonada konditsionerlar bor. Аккуратный, qilingan, ixchamgina va vannani qaranglar, kattaligini xonani. Keng, katta. Bemalol mashinka ham qo'ysangiz bo'ladi, sushilkani ham, shkaflarni ham qo'ysangiz bo'ladi, дополнительный. Shu. Narximizni aytsak, narximiz $128 ming. 83 kvadrat, 3 xonali, 6-etaj, 10 qavatli uyimiz. Ma'lumot uchun 9349 6400. Yashnobod rayon, Alinter Uzbum, zapravkaga yetmaysiz. 5 minutda emas, shundoq Infinity C1 ga ekoparkiga yetib olasiz. Xayr, salomat bo'ling. Ijarada turganda nasib niyat qilganlarga shunaqa uylar nasib qilsin. Mayli unaqa jay Eurolux uy emas, zato bu ham Euroluxga ham hisoblanadi. Xayr, salomat bo'ling.